Akalar, sizlarni o'sha nimalarni o'qiyapman. Nima deydi? Kommentariyalarni savollar bo'lyapti. Rus tilini bilmasak ham bo'laveradimi? Yo'q, rus tilini bilishinglar kerak. Chunki sizlar hujjat yiqqanda suhbatdan o'tasizlar. Litvaga, misol uchun, Litvaga hujjat yig'sanglar agar, Litvada migratsiyasidan sizlarda ruscha suhbat o'tadi, intervyu. Ular sizlarga savol beradi rus tilidan. Yolg'iz o'zinglar javob berishinglar kerak. Xonada hech kim yo'qmi deydi, bir o'zingmisan deydi, atrofni ko'rsat deydi, shunaqa savollar beradi. Ruscha sizlar javob berishinglar kerak savollariga. Sababi bu yoqda logistlar sizlar bilan ruscha gaplashadi. Keyin hozir yo'limizni to'xtatishdi, to'sdi. Bular pilot nima katta yuk mashinasi kelayotgan bo'ladi. Shuning uchun mana endi ikkinchisi keldi. Yuk mashinasi, katta gabaritli yuk mashina kelyapti-da, o'shaning uchun yo'lni to'sdi. Sababi hozir biz ham bu yoqdan yuradigan bo'lsak, sig'may qolamiz. Shuni hisobiga bu yo'lni yopib turibdi. Mana uzoqdan 3-4 ta furalar kelyapti. Xullas akalar, sizlarda ruscha intervyu bo'ladi, ruscha savol-javob bo'ladi. Bu yoqda ishlaydigan logistlar sizlar bilan ruscha muloqotda bo'ladi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Misol uchun telefon qiladi-da, ruschani umuman bilmasanglar, shunda telefon qiladi-da, misol uchun Germaniyada sizlar kelyapsizlar. Germaniyadan chiqyapsizlar-da, sizlar o'zi plan bo'yicha Germaniyada qolishinglar kerak. Sizlar telefon qiladi, oddiy elementarniy savol. Germaniya nispim deydi, bo'ldi. Ortiqcha gapirmaydi. Germaniyada qolmaymiz deydi. Mana bu ashyo katta narsa ekan u. Bechoralar qiynalib o'tyapti. Voy shu katta ekan. Qaranglar. Voy shu katta ekan lekin. Yerga ham tegib zo'rg'a bir, lekin buni haydash asha professional bo'lish kerak-da, lekin. Ketdik endi, og'aynilar. Birinchiga turibman o'zimcha. Xullas shunaqa gaplar. Oddiy elementarniy savoliga ham o'sha javob bera olmasanglar, sizlar bilan ko'p gaplashmaydi. Shunday bitta-ikkita savol beradi, bo'ldi. Shuning uchun rus tilini bilishinglar kerak. Shart rus tilini bilish. Keyin Germaniyada ko'p firmalarda, ko'p o'sha yuk oladigan joylarda sizlar bilan ruscha muloqot qiladi. Kecha o'sha Shvetsariyaga borganimda ham o'shdan ham yuk olishim kerak bitta joydan. Slava degan Omsklik bitta yigit ekan, o'sha bilan tanishib qoldim. O'zlari nima qildi? Ruschani bilarkansan dedi, mana bu bilan gaplash dedi. Shunaqa akalar, rus tilini bilishinglar kerak. Mashina haydashni bilib, rus tilini bilmasanglar ham bu ham bo'lmaydi. Rus tili kerak. Hozir biz mana shu yerda o'tadigan joy bor edi. O'tgan safar o'tib ketgandim mana shu yerdan. Yukim og'irligini hisobiga sirasi to'xtamagan. O'shaning uchun zarang uzoqdan pоворotni yoqdim.